Assalomu alaykum aziz obunachilar, Bmedia.uz kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi kanalda sizlarga SMM bot va SMM botdan katta daromad ko'rish haqida videorolik tayyorlayman. Bunda daromad ko'rish yoki SMM bot nimalarni ko'rsatishadi, misol uchun saytlarni ko'rsatishadi, lekin o'sha botni 100% to'liq tayyor bo'lganicha hech kim ko'rsatmaydi, lekin men o'shani qilmoqchiman. Bundan o'tganda SMM botda 100% tayyor sifatida ishlashni yo'nalishini ko'rsatmoqchiman. O'sha bizning videomiz orqali bemalol o'zingiz ham tayyor yo'nalish qilishingiz mumkin. Yo'nalishda SMM bot ochib foyda ko'rishingiz mumkin. Bizning homiymiz Vmedia TV. Bu bizning kino botimiz hisoblanadi. Bunda turlicha kinolar bor. Hozirda nimalarimiz qo'yilib borilmoqda. Reklamadagi narsalar desam mumkin. Bundan reklamadagi barcha kinolar asta-sekin qo'yilib borilyapti. Mana keling ishga qaytamiz. Mana men buni YouTube'da ko'rdim. Mana shu Prim 4U nakrutka bot ochish uchun juda ham qulay sayt deyishdi va juda arzon deyishdi. Shu keng mana shu saytning xizmatlarini o'zimizni SMM botga ulaymiz. Birinchi o'rinda bu saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz shart. Agar ro'yxatdan o'tib olmasak bo'lmaydi. Ro'yxatdan o'tish uchun mana bu Sign up'ni bosamiz va bizga to'g'ridan-to'g'ri ro'yxatdan o'tish haqida ma'lumot keladi. Bu yerda o'zimizni usernamemizni yozamiz. Usernamingizda xatoliklar bo'lib qolishi mumkin. Sababi o'sha shunga siz usernamingizga o'xshagan nom bo'lsa xatolik ko'rsatishi mumkin. Va bu yerga o'zimizni parolimizni yozamiz. O'zimizni parolimizni yozamiz. Bu yerda biz robot emasmizmi yo'qmi shuni bilmoqchiman. Bigfoot degani nimaligini bilmadim, lekin qo'ldan kelguncha belgilaymiz. Motorelistni toping deyapti. Motorelist topdik va Sign up'ni bosamiz. Manaki biz kirdik. Saqlanib, xohlasangiz saqlanib qilib qo'yasiz. Bu siz telefondan foydalanishingiz ham mumkin. Saqlanib qilib qo'ydim. Mana uni rus tiliga o'zgartirasiz. Boshqa til yo'q ekan bunda. Bunday o'zimiz tushunadigan boshqa til yo'q. Mana bu yerga turli xizmatlar bor. Qarang, Instagramga, Telegramga, YouTube'ga va barcha ijtimoiy tarmoqlarga o'z xizmatlari bor ekan. Biz mana shu xizmatlarni o'zimizni SMM botimizga, bundan nakrutka botimizga kirgizib, ustiga bu xizmatning ustiga foiz qo'yib sotishimiz mumkin. Bundan biz foyda olamiz. Foyda olishimiz mumkin. Qarang, bu yerda barcha ma'lumotlar bor. Keling, bularni ko'rib chiqish o'rniga birinchi o'rinda biz o'zimizga SMM bot ochishimiz kerak. SMM bot to'g'risi hozirda bir SMM bot ochiraman desangiz $150, $100 va faloncha deb hisob-kitob bo'lishyapti. Biz o'zimiz ishlatish uchun oddiy nakrutka o'rnatgan SMM botni atigi 19,000 so'mga sotib olishimiz mumkin. Ko'pchilik konstruktor botlarni ko'rdim. O 27,000, 23,000, 25,000 narxlangan, lekin eng arzoni 19,000 so'm ekan. 18,500 so'mga ham bor ekan. Buning uchun bizning homiyimizga tegishli
konstruktor Vicons bot. Mana ki Vicons bot. Mana shu botimiz. Mana shu orqali topishingiz mumkin. Vicons bot. Bunda botlar arzon, lekin sifatli tarzda ishlaydi. Harakat qilamiz. Bu yerda sifatga avvalambor arzon narxda yuqori sifatli botlar, daromad va auditoriya orttirish imkoniyatlari bilan o'z botingizni yasang, mutlaqo kodsiz va oson usullarda yasang. Hostingga ula, u qil, bu qil degan gap yo'q. Bot ochish uchun 5 minut yetadi deyapti. Bosamiz startni. Mana ki va botni boshqarishga kirsak, mana bu yerda chiqadi yangi bot ochish. Yangi bot ochishni bosamiz va bu yerga ko'pgina botlar bor. Oldin budjetga ham bot, gruppangiz uchun ham botlar bor. Hali botlarni tanishtirib turmayman, faqat bizga SMM bot kerak. SMM botda mana ikkita SMM bot bor, 18,5 ming so'mga va 19 ming so'mga bor. Bizga 19 ming so'mga bot kerak, lekini bor. Lekin bizda nima desam ekan? Hisobimiz 0 so'm. Hisobimizda pul yo'q bunoganda. İlojimiz yo'q. Adminga pul kiritishimiz uchun pul kiritish bo'limini bosasiz, UzCardni bosasiz, tak to'lov qilasiz, to'lov qildim deysiz va bizga necha so'm pul kerak? Bizga shu 20 ming so'm deylik. 20 ming so'm pul kerak botimizni ochib olish uchun. Chekini jo'nating deyapti. Chekini jo'nataman. Xabar bordi. Mana ki hisobimiz to'ldirildi. Endilikda biz yana bot boshqarishga kiramiz, yangi bot ochish bo'limiga kiramiz va SMM botga kirib 19 ming so'mlik bot yaratishni bosamiz va 19 ming so'mga sotib olamiz. Bizga aytayapti, bot tokenini bering deyapti. Bot token olish uchun biz birinchi bot yasashimiz kerak. Mana bot fazerga kirib, bu yerda startni bosamiz va new bot. Botingizga nom bering deyapti. SMM nakrutka bot. SMM nakrutka bot. Nakrutka, SMM nakrutka deb qo'yaylik. Bu turli xizmatlar o'ziga ichadi va bu yerga aytayapti, botingizga o'sir namet tanlang va oxiri bot bilan tugasin deyapti. Biza SMM nakrutka bot. Hop, uzr deyapti, bunaqa bot bor deyapti. Boshqa bot tanlang deyapti. SMM bom nakrutka deb qo'yaylik. Endi misol tariqasida sinovda o'tkazyapmiz. Mana ki bunaqa bot yo'qligi sababli va biz mana bu yerdagi ko'k turibdi-ku, o'sha ko'kni copyright qilib ustiga bo'lsa copyright qiladi. Telefonda qanaqa bilmadim, lekin endi botga kiramizda bu yerdan konstruktor botga botimizni o'zimiz yaratgan botni nimasini jo'natamiz. Token jo'natamiz va botga o'ting deyapti. Botga o'tdik va start bosamiz. Mana ki. Mana shunaqa ahvolda bizda botimiz chiqadi va bot boshqarish bo'limiga kiramiz. Azizlar, mana biz admin sifatida turibmiz botga. Bunday qaytsak, bu foydalanuvchilar buyurtma berish. Hozirda hech qanday bo'lim qo'shganimiz yo'q. Bugungi videoda hammasini o'rgatamiz. Bo'lim qo'shishlar, xizmatlarni qo'shishlar, qanday qilib botimizni bu saytga ulab, saytdagi xizmatlarni botimiz orqali sotib olishlarini o'rgatib o'tamiz. Hozir pauza beramiz. Azizlar,
Biz botimizni ochdik. Endi biz botimizni saytda shu botimizga ulaymiz. Buning uchun biz adminlar bo'limiga kiramiz, boshqarish bo'limiga. Oddiy foydalanuvchiga chiqmaydi. Faqatgina nimalarga chiqadi? Adminlar uchun chiqadi. Bu yerda asosiy sozlamalarga kiramiz. IP sozlash bo'limiga kiramiz. Bu yerda holi IP ulanmagan. Bu degani saytimizda o'sha saytdagi xizmatlarni mana shuni saytda IPsini botga ulaymiz. Uning uchun qanday qilamiz? Bu yerda mana shu yerdan IP botni topamiz. Bitta o'zi ko'rsatib qo'yibdi qanday qilib IP ni ulash. Shunday u yoq muammolar bo'lsa, qani hammasi ko'rsatilgan. Biz faqat IP ni ulashimiz kerak. Vash бесплатно 05 на ваш баланс для титров услуги deyapti. Keling IP ni ulaymiz. Uning uchun nima qilish kerak desak, mana bu yerga settings bo'limi bor. Settings bo'limida IP bo'limi bor. IP bo'limiga birinchi mana uni copyright qilib olamiz. Copyright qilib, mana IP kiritishni bosamiz bu yerdan va bu yerga aytyapti IP ni kiriting deyapti. IP ni kiritamiz. Endi IP ni kalitini kiriting deyapti. IP ni kalitini kiritish uchun accountga bosamiz. Accountga kirgizdi va bizda eng pastda IP mana bu kalit. Hozir kalit ko'rinmayapti, lekin o'sha kalitni ko'rsatayotgan qilib Sinegenerovi kalitni bossak chiqib keladi. Mana chiqib keldi. Mana shuni o'zini copyright qilamiz va bu yerga tashlaymiz. Balansimiz 0. Azizlar, bu narsani bilib olaylik. Balans 0. Sabab balansimiz 0 bo'lsa, bizning xizmatlardan foydalanayotgan odamlar foydalana olmaydi. Chunki balansimizni to'ldirib qo'yishimiz kerak. Balans to'ldirishni keyin ko'rsataman. Birinchi sizlarga xizmatlarni qo'yishni ko'rsatib o'tayin. Mana misol uchun bunday chiqqaningizda boshqaruvga admin panelga kirib xizmatlar bo'limini bosasiz. Mana bu yerda bo'limlarni sozlash bor, ichki bo'limlar sozlash bor va xizmatlar sozlash. Sizlarga tushuntirib o'tay. Bo'limlar sozlash bo'limiga Telegram xizmatlaringiz bo'lsa, Telegram bo'limi, YouTube bo'limi, Instagram bo'limi, TikTok bo'limi deb yozasiz. Qancha xizmatingiz bo'lsa, hamma xizmatlarni birinchi nimani xizmati? Telegramning xizmati desa, Telegram, YouTube'ning xizmati, shunga o'xshagan bo'lim qo'shasiz. Misol uchun biz bittasini qo'shamiz. Mana yangi bo'lim qo'shni bosamiz. Bo'limga nom yuboring deyapti. Telegram bosamiz. Mana bo'lim qo'shildi. Yana xizmatlar bo'limiga kirib, ichki xizmatlar bo'limidan ichki xizmat qo'shamiz. Misol uchun qaysi hozirgi Instagram qo'ysak, Instagram chiqadi, YouTube qo'yadi. Biz Telegramga xizmat qo'shyapmiz, ichki xizmat qo'shyapmiz va obunachi. Hozir birinchi biz bu yerga kiramiz. Bu yerda xizmatlar bo'limi bor. Misol uchun bunda xizmatlar bor. Misol uchun Telegramga подписчик premium deyapti. 3 va 14 kunlik obunachi bor deyapti. Premium obunachini 3-4 kunga, 14 kunga sotib olish uchun bu yerda turli xil nima bor. Misol uchun 1 kundan 5 kungacha hisob bo'ladi. O'shani biz shu xizmatni qo'shmoqchi bo'lsak, yo boshqa xizmat qidirib ko'raylik. Misol uchun keyin members online
account, Telegram members, bot. Endi ruscha bo'lgani uchun sal muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin menga. O'sha sababli подписчик va 3 kundan 30 kungacha подписчик bot account kommentariya yozayotganlar bor. Istoriya, misol uchun istoriya kiritib qo'yaylik. Misol uchun Telegram istoriyangizni ko'rayotgan odamlar 1000 taga 12 sent to'laydi. O'shani shu xizmatni qo'shib qo'yamiz. Bu yerda xizmatlar bo'lmagan nom tanlang deyapti. Bu yerda istoriya ko'rish xizmatini qo'shamiz. Istoriya ko'rish xizmat qo'shildi. Endi qarang, biz bo'lim yaratdik, Telegram yaratdik. Telegramning ichida qanday xizmat bor deyapti. Bizda hozircha istoriya ko'rmoqchi bo'lsam, misol uchun istoriyamizni qo'ydik. Shu istoriyamizda nechta odam ko'rish bo'lsa, o'shani sotib olmoqchimiz. Va endi o'sha istoriya ko'rishga biz xizmatlarni birlashtiramiz. Bu degani saytdagi xizmatni o'sha istoriyaga yo'naltiramiz. Mana yangi xizmat qo'shish bo'limini bosasiz, Telegramga bosasiz, istoriya ko'rishni bosasiz. Mana xizmat nomini kiriting. Istoriya ko'rish. Istoriyani ko'rish, istoriyani endi aytyapti, buni ID'sini kiriting. Endi eng avvalo mana shu bizga muammosi shu. Agar ID'ni noto'g'ri kiritsangiz, bu xizmatlar almashib qolishi mumkin. ID bu qayerdan olamiz desangiz, ID manaki 4858. Mana shu xizmatni ulamoqchi bo'lsangiz, mana shu 4858 ni yozishingiz shart. Shu xizmatni ulash uchun 4000 o'sha xizmatning o'zini ID'sini yozasiz. 4858 yozasiz. Endi aytadi, xizmat haqida ma'lumot bering deyapti. Bu yerda xizmat haqida ma'lumot inglizcha, buni nimacha qilsangiz ham bo'ladi, tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Inglizchani qo'shasiz va unga tarjima qilasiz. Tarjima qilib jo'natasiz. Mana xizmat qo'shildi. Endi keling biz oddiy fuqaro sifatida kirib, mana Telegram bo'limimiz bor va Telegramda bitta xizmatimiz bor. Bu xizmat ham istoriya ko'rish. Ustiga bosamiz. Manaki quyidagi istoriyani ko'rishni bossak, manaki chiqib keldi. Biz yozgan ma'lumotlar chiqib keldi va 10 tadan 3000 ta. Bu degani xizmat qo'shildi. Buning ichidagi xizmat qo'shildi va bu yerda hozir so'm bo'lib ko'rinib turibdi. Azizlar, hozir biz birinchi o'rinda mana xizmat qo'shishni o'rgandik. Xizmat qo'shishni o'rgangandan keyin yana bitta xizmat qo'shamiz keyinlar. Shuni yana bitta xizmatini qo'shaylik. Yana boshqaruv admin paneliga o'tamiz, xizmatlar bo'limiga o'tamiz. Va ichki bo'lim Telegramga yana bitta xizmat qo'shsak, ichki bo'limni bosib Telegramni tanlaymiz va ichki bo'limga yana qanday xizmat qo'shamiz, uning uchun saytga kiramiz va biz o'z xizmatimizni shu yerdan tanlaymiz. Istoriya ko'rishni tanladik va reaksiyalar qo'ymoqchi. Misol uchun postga reaksiyalar bor, o'shani sotib olishga. O'sha reaksiya. Endi o'zingiz xohlaganday qo'yasiz. Yana endi xizmatlarga kiramiz. Xizmatlarni sozlash bo'limiga kirib, xizmatlarni qo'shish bo'limida bo'lsamiz. Telegram va istoriya ko'rishga xizmat qo'shib bo'ldik. Xohlasangiz yana xizmatlar bo'lsa, yana qo'shishingiz mumkin. ID'sini kiritib, biz reaksiyaga kiritamiz. Reaksiya qo'yamiz. Reaksiya va ID'sini kiriting deyapti. ID mana bu yerda bor, 3929. 3929. Albatta shu bo'lsa 3929. Ozroq pauza beraylik. ID'ni jo'natdik.
ID ni jo'natdik va xizmat qo'shildi. Endi va xizmat haqida ma'lumot bering deyapti. Bu yerda xizmat haqida ma'lumot yo'q. Aytgancha premium ID deganda keyin mana bu turli xil xizmatlar bor. Xohlasangiz shularni ichidan qo'shishingiz mumkin. Nima uchun bu qimmat desa, premium obunachilarning reaksiyasi bu kanalingizni ko'taradi. O'shaning uchun 8 sentdan hisoblangan. 8 sentdan bo'lsa 800 so'mmi, 1000 so'mmi bo'lsa kerak. Mingtasi, 1000ta. Shu narsani o'ylab ko'ring. 1000ta reaksiya shunday. Biz hozir mana shuni aralash bor, ijobiy bor va salbiy bor, xohlasangiz donasi bor. Biz aralashni mana shu xizmatni qo'shdik. Xohlasangiz bu xizmatlarni qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana bu IDlari bor, IDlarini berib qo'yishasiz. Biz shuni o'zini qo'shdik va bu yerga ma'lumot bering deyapti. Ma'lumot xohlasangiz yozasiz. Men hozir mix qo'yib bo'ladi. Hozircha o'zimcha yozib qo'ydim. Xohlasangiz yozishingiz mumkin. Muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi mana shuni ko'ramiz. Telegramga ikkita xizmat qo'shildi manaki. Istoriya ko'rish, reaksiya. Reaksiyani bosasiz, mana 9 so'm. Endi so'mga siz e'tibor bermang, bu dollar. Biz mana shuni o'zgartirishimiz kerak. Afsuski, bu bot faqat dollar hisobini ishlatadi. Dollar qilib ko'rsatadi, lekin ko'pchilik bu dollar ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deyish mumkin, lekini bor. Dollar bo'lsa ham xuddi so'mday ishlaydi. Faqat siz UzCardda so'm qilib qo'yasiz bu botni, keyin mana valyutani bosamizda USD bu degan dollar narxda, kursda yozamiz. Yana birlamchi sozlamalar bor. VIP narxi. Bu botda yana bir nimasi bor. VIP statusni sotib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa 2 dollar yo 3 dollar qilib qo'yasiz. Misol uchun 3 dollar deb qo'yasiz. Bo'ldi. Yana birlamchi sozlamalar bor. Takliflar 5%, pul o'tkazishlar mana. VIP narxini, VIP status sotib olganlar 3 dollar pul to'laydi, sotib olishi mumkin. Endi hamyonlar bo'limiga siz to'lov tizimini qo'shasiz. Bu yerda misol uchun UzCard menimcha UzCard yozasiz va bu yerga misol uchun 860609 balaybattarlar yoziladi, bo'ldi. Va bu yerga ushbu to'lovda o'zingizni misol uchun yozasiz. Mana uni copyright qilib, xohlasangiz o'z yozasiz, xohlasangiz copyright qilasiz. O'zingizni nikingizni yozib qo'yasiz. Men shunday deb qo'ydim. Bo'ldi, to'lov tizimi qo'shildi. Endi qarang, azizlar, boshqaruv bo'limiga o'tamiz. Biz endi oddiy foydalanuvchi sifatida buyurtma berib bersak, Telegram botga kiramiz. Misol uchun reaksiyaga yo istoriyaga bosamiz. Bitta bossak, mana 9 sent bo'lyapti. Qarang, 9 sent. Bu yerda 1000 ta reaksiya 9 sent hisoblanadi. Xohlaganingizcha qo'yishingiz mumkin. VIP statuslarda olganlar esa 8.4 sent olishingiz mumkin. 4 tiyin. 8 sentda 4 tiyin da olishlari mumkin. Endi bundagani premium statusi borlar olishi mumkin. Bu botda hamma imkoniyat bor. Mening hisobim bor. Misol uchun mening hisobim bor turibdi. Sotib olish UzCard orqali mana sotib olishingiz mumkin. Sotib olish bo'limiga qilamiz. 1 dollar 1 so'm. Quyidagi to'lov tizimidan birini tanlang deyapti. 1 dollar 1 so'm emas, misol uchun buni o'zgartirish mumkin. Promokod bo'lsa, promokod orqali kiritasiz, pul olasiz. Har xil borda, hisobimni to'ldir bo'limiga ham mana shu narsalar kiritilgan. Har narsa kiritilgan. Azizlar, hech nima desam ekan? Nimadan qolmaganda bot yaxshi. Endi yana bitta joy bor. Endi
siz xizmatlarni qo'shdingiz botga. Endi nima desam ekan? Mana shu saytdagi Telegramni hol biz kiritdik. Ikkita xizmatini kiritib qo'ydik. Mana bu yerga tushsangiz TikTok xizmatlari bor, Instagram xizmatlari bor, YouTube xizmatlari bor. O'sha xizmatlarda misol uchun qo'shdingiz. Men qisqa qilib aytmoqchiman. Qo'shdingiz. Endi har bir xizmatda o'zingizni foizingiz bo'lishi kerak. Ularda nima qilsangiz, misol uchun aytayapti, kursni yuboring. Xizmat uchun kursni yuboring. Misol uchun kurs 1000 12000 so'mmi, 12500 so'm dollarimiz. 12500 so'm kiritamiz. Endi foizini kiriting deyapti. Misol uchun necha foiz qo'yamiz? 10% ni misol uchun 10% qo'ydik. Ular haqiqiy summani olishadi va undan 10% bizda. Endi VIP xizmatlar uchun foiz kiriting deyapti. Misol uchun VIP statuslar sotib olganlar 5% deymiz. Oddiylar 10% to'laydi, qolganlari 5% sifatida to'laydi. Endi bir foizlarni tayyorladik. Bizda eng muhimi shu. Endi narxlar o'zgaradi, qarab turing. Mana ki narxlar endi o'zgaradi. 13 bo'ladi. Mana bu 12 edi. Hatta 12 edi, lekin 13 bo'ldi. Reaksiyalar esa bu yerda 9 sent bo'ldi. 10% qo'shildi. Endi mening hisobimda, hisob to'ldirish bo'lmida, misol uchun mening hisobim sotib olaman desangiz, mana bu yerda mana shu so'mni o'zgartirishimiz kerak. Meni hisobimni sotib olaman desangiz, mana shunaqa hisobda ishlaydi va botni bemalol kanallar qo'shishingiz mumkin, majburiy obunalar qo'shishingiz mumkin. Promokod uchun, misol uchun kanalda o'zini kanalni qo'shasiz. Bot uchun bitta kanal yaratib qo'shasiz. Promokod yo'qsangiz, o'sha avtomatik kanalga o'tib boradi. Endi bu yerda xabarnomalar jo'natishingiz mumkin. Xizmatlar, promokodlar, keyin bu yerda kiramiz. Admin qo'yishingiz mumkin. Hamyon va bot dizayni hisoblanadi. IP sozlamalar, bot dizayni, birlamchi sozlamalar bor. Taklif foizi. Misol uchun taklif qilgan nechadir foiz oladi. Shundan so'ngdan nechadir foiz pul o'tkazish narxi, o'tkazmalar narxi qo'yishingiz mumkin. Bemalol mana shu bot orqali siz pul ishlashingiz mumkin, azizlar. SMM botni sizlarga 100% o'rgatdim. Xohlasangiz yana bir narsani aytib o'tayin. Bitta misol uchun xizmat qo'shishni yana bir marta bosib, yana xizmat qo'shib, Telegramga xizmat qo'shib, reaksiyalarga xizmat qo'shasiz. Misol uchun bitta reaksiya bo'lmiga turli xil reaksiyalarni kiritishingiz mumkin. Misol uchun bu reaksiyani qo'shishingiz mumkin. Zo'r degan reaksiya. Reaksiya mana bu yerdan bitta zo'r reaksiyani qo'shasiz. Mana shu reaksiya deydi. Va bizda ID'sini jo'nating deyapti. ID'si 3931. 3931. Adashmang, mana shu ID. 3931 jo'natdik va yana xohlasangiz yozishingiz mumkin. Men yozmayman. Mix deb qo'ydim. Mana endi ko'rib turibsizki, buyurtma berishga mana Telegram reaksiyaga mana ikkita xizmat qo'shildi. Ikkita xizmatga reaksiyani o'ziga ikkita tur. Reaksiyaning ikkita turi qo'shildi. Xohlasangiz yana turlar qo'shishingiz mumkin. Mana ki reaksiyani yana bir tur qo'shildi. 9 sent. Shunday bosasiz, buyurtmani berasiz. IP balansi mavjud emas. IP balansingizni to'ldirish eng asosiy shu. Mana bu yerda siz IP balansingizni to'ldirishingiz kerak. IP balansingizni to'ldirasiz. Bular esa botdan sizni kartangizga pul o'tkazadi, sizni hisobingizga pul o'tkazadi va botdan foydalangan har bir summa esa sizning mana bu balansingizdan ketadi. Balansni to'ldirishda mana bu yerda
Mana bu bor. Poполнить balans bo'lmay kirasiz. Bu yerda balansni turli xil yo'llar bilan to'ldirish imkoni bor deyapti. Visa karta, Master karta, Mi, Payeer, Binance'dan to'ldirish mumkin, Bitcoin'dan to'ldirish mumkin. Har xil turlari bor. Kiwi'dan to'ldirish mumkin. Bu yerda mana bu yerdan tanlaysiz. Bir turini tanlaysiz. Rossiya banklar uchun, Indiya banklar uchun payment bor. Keyin Binance kriptovalyuta to'lash, Payeer orqali to'lash har xil bor. Misol uchun bank kartasini to'layman desangiz, siz aytyapti minimum deyapti payment $5. Bu degani eng kami $5 to'lashingiz kerak degani. Mana bu yerdan Payeer orqali to'layman desangiz, bu yerga bemalol xohlagancha $2, $1 to'lashingiz mumkin ekan, lekin deposit bonuslari ham bor deyapti. $100 to'lasangiz plus $1 sizga beramiz deyapti. Shunday qilib siz summangizni bu yerdan to'ldirasiz, balansingizni to'ldirgan natijasi bu yerda bemalol ishlashingiz mumkin. Bunda balansingizni to'ldirib, barcha xizmatlarni, kanallardan foydalanib ishlashingiz mumkin. Azizlar, bu reklama deyishingiz mumkin. Yana bir bor sizlarga aytaman. Bconstructor bot orqali SMM botni yaratasiz. Arzon narsa. Chunki bundan ham arzon topish qiyin. Sababi mana shu botga o'xshash, SMM botlarga o'xshash botlarni 25 ming, 27 ming, 23 ming so'mlarga ko'rdim. O'zimniki haqiqiy botimni yasatmoqchiman desangiz $100 va $100 katta pul so'rashmoqda. Shuning uchun sizlarga mana shu Bconstructor bot juda arzon va sizga juda qulay deb bilaman.